oyni ikkiga bo'lib ber deymiz. Ular payg'ambarimizning oldilariga borib, ey Muhammad, oyni ikkiga bo'lib ber. Biz sening payg'ambar ekaningni isbotlovchi mo'jiza ko'rsatishingni istaymiz, dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, agar shu ishni qilsam iymon keltirasizlarmi deb so'radilar. Ular ha deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbilariga duo qilib, oyni ikkiga bo'lib berishni so'radilar. Alloh o'z payg'ambarining duosini ijobat qildi va oyni ikkiga bo'ldi. Alloh o'z payg'ambarining duosini ijobat qildi va oyni ikkiga bo'ldi. Jabroil keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga buroq olib kelindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam osmon va yer orasidagi mo'jizalarni ko'rishlari uchun buroq yuqoriga qarab ko'tarildi. So'ng Baytul Maqdisga kelib to'xtadi. Masjid ichiga kirdilar. U yerda Ibrohim, Muso, Iso va yana bir guruh payg'ambarlar u zot bilan ko'rishish uchun to'planib turishganiga guvoh bo'ldilar. Ya marhaba.